Hazrat Alisher Navoiyning maqbaralari hozir mana shu holatda. Bu 1947-yilda Hirotlik usta G'ulom Haydar Muxtorzoda tomonidan qurilgan. O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa, oltin boshning kalla bo'lgani shudir. Bedil qolib, demyan bedniyni suysa, qora sochning malla bo'lgani shudir. O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa, dod demoqqa palla bo'lgani shudir. Ma'rifatdan ayru o'ynasa, kulsa, aza chog'i galla degani shudir. O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa, aldamoqqa alla bo'lgani shudir. Yulg'ich aziz bo'lib, bilgich xor bo'lsa, paytavaning salla bo'lgani shudir. El komil bo'lmasa, yurt bo'lmas ulug'. Beqadr mahalla bo'lgani shudir. Qalb to'la nur xalqning, rizqi ham ulug'. Ombor to'la qalla bo'lgani shudir. O'zbek o'zligini anglasa bekam, uning barakalla bo'lgani shudir. Olamga Navoiy nasliman degan, ovozi baralla bo'lgani shudir.